الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد. Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes ki hamdü sena Peygamberimiz Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge duayı salam yollap boğandın keyin maqsad kelsek bugün sözlemoqchi bo'lganimiz Ali İmran surasining 81 oyatidan 91 oyatigacha bo'lgan oyatlarning tafsiri. Allah Teala ilgirki oyatlarda kitabilarning, ya'ni Yahudi ve Nasaralarning iman etmaslik uchun Allah'ның kalamını almashtırıp etip ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ularning kitaplardaki bar bolgan sifatlarini özgertip etip xiyanat qilganligini so'zlab o'tgan edi. Endi bu ayetlerde, yani bugün sözlemoqchi bo'lgan ayetlerde Allah Teala ularning, yani Yahud Nasaralarning peygamberlerinden navada ular hayat vaqtida Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelib qalsa onunğa iman eytishi ve onun ergeçkiçilerinden yardımçılarından buluş hakkında küçlük ahdi alganligini bayan kılıp ularning peygamberlerinden onunğa iman eytish ve onun kelişidin ümmetlerine aldın ala hoş haber beriş hakkında Çin ahdi elingan tursa o ümmetlerinin peygamber aleyhisselamның hak peygamber ikenligiga inkar kılışı kandak mırava bolsun dep ularga karşı davli koydu bugün ayetlerde. Andın keyin Allah Teala barlık peygamberlerge iman etişinin imanның toğru buluşudaki muhim şartlarını ikenligini hem de İslam dininin Allah onundan başka her kandak dinini kubul kılmaydıgan fakatla onu da kubul kılıdıgan bir hak din ikenligini bayan kılıp Allah Teala mundak deydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Sadakallahul azim. Bu ayet kelimenin tercümesi olsa Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala şunda deydi ki aynı çağda Allah Teala peygamberlerden Çin ahdini aldı. Nima deb Çin ahdi aldı dese men sizlarga qandoqligi
bir kitob va hikmat ato qilsam, ondan keyin sizlar bilanki kitobni tasdiqlaydigan biror payg'ambar kelsa, uningga cho'qim ishonisizlar va uningga jazman yordam bersizlar deb chin ahdini oldi Alloh taolo payg'ambarlardan. Alloh taolo dediki: "Aqrartum va akhadtum ala zalikum isri?" Sizlar bu chin ahdini iqror qildinglarmi? Ya'ni itrof qildinglarmi? Ashulaga, ya'ni men sizlarga har qandoqliki bir kitob hikmatni bersam, sizlar bilanki kitobni tasdiqlaydigan payg'ambarlik kelsa, uningga cho'qim ishonadiganga, jazman yordam qiladiganga men sizlardan olgan ahdimni, sizlar menga bergan ahdini qabul qildinglarmi? dedi. Ular biz iqror qildik, ya'ni itrof qildik deyishdi. Alloh taolo dediki: "Guvoh bo'linglar. Menmu sizlar bilan billa guvoh bo'luvchilardanman" dedi. "Faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun." Ondan kimki shundoq chin ahdini berib bo'lgandan keyin u ahdidan yuz o'riydigan, ana oshularla fosiqlardir deb Alloh taolo bunu iboralarni bayon qildi. Endi biz bu oyatlarning birdan bir tahlil tafsiriga kelaylik. Alloh taolo ve iz ahazallahu misaqan nabiyyin dedi. Yani aynı çağda Allah Teala peygamberlerden Çin ahdini aldı dedi. Endi Allah Teala'nın misak degan kavlinin tefsirini biz Bakara suresinde bir neçe intayin tefsili söndürüp ötken. Bu kandak misak ekanligi, ruzu misak günü degan kandak günligi, bu misakның kandak ekanligimiz tefsili hemmeni biz sözlep ötken. Bazı tekrarlap oturuşun onu yok. Yani misak degan yani qasam bilan kuchlantirilgan ahdini misak deydi yani. Bir adam mesela ben Allah bilan qasamki maashni mundaq qilma. U menga cho'qim mundaq deb qasam ichib berdi deb degan va'da ahdini misak deb ataydi. Ve bazı tefsirşünaslar bu ayetteki lama ataytukum degandagi lamı qasam degan, yani Allah bilan qasamki men sizlarga har qanday bir kitob hikmatni bermay, sizlarga bir payg'ambar kelib qolsa, sizlar bilan kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar kelib qolsa, uning cho'qim ishinisizlar, cho'qim yordam bersizlar deb beshtiki lamni qasam uchun olgan mufassirlar bor. Yani bunun ma'nosi: ey kitobilar, ey yani Yahud, Nasaralar, shuni yodingizga ilinglar ki Alloh taolo payg'ambarlardan intayin kuchlantirilgan kuchlik va'dini olgan vaqtini esingizga ilinglar degan bo'ladi. Endi Alloh taolaning lama ataytukum min kitabin va hikmatin degan ma'u qavli. Yani Allah bilan qasamki men sizlarga qandoqligi bir kitob va hikmatni bermay degan ma'suzi. Endi bu lama ataytukum degan bu oyatda ikki xil qiraat bor. Bir qiraat lama ataytukum min kitabin va hikmatin, bu intayin mashhur qiraat. Yani bir qiraat var. Bu qiraat bo'lsa lima ataytukum min kitabin va hikmatin deb lima deb zir qilgan. Endi bu qiraat bo'yicha ma'nosi o'zgarib turdi.
Hem de İbn Cerir Tabari rahimahullah üzüneki tefsiri de mındak degen. Bir yerdeki lema ateytukum min kitabin ve hikmetin degenin manası. Yani hemmeni bayan kılıp gelip bunun en men küçük dep qaraydigan o'qulish qiraat bo'lsa lama ataytukum yani zavar o'qish qiraat en küçük dep qarayman. Bunun ma'nosi la mahma ataytukum ayyuhan nabiyyun min kitabin ve hikmetin degan bo'ladi dedi. Yani mahma ataytukum yani men sizlarga mahma degan gap qandaqlı bo'lmasin bir narsani biray. Men sizga nimani bermay degan ma'noni ko'rsatamdi. Men sizga ey payg'ambarlar men sizlarga qandaqlı bir kitap, qandaqlı bir hikmetni sizlarga ato qilmay. Yani ato qilmay degani, men sizlarga qandaqlı bir hikmetni ato qilsam deb bunda shart ma'nosi bilan olgan. Endi lima deb va zir o'qiganlarchi deganda bular bunga lama ataytukum lima ataytukum min kitabin ve hikmet deb o'qiganlar uchun ma'noni yani biz aynı çağda peygamberlerden şundak ahdamı aldık ki biz de ey peygamberler lima ataytukum min kitabin ve hikmet degan men sizlarga ato qilgan kitob va hikmatning jihtidin men sizlarga ato qilgan kitob va hikmatning jihtidin sizlarga payg'ambar kelsa uning ishininglar degan jihtidin degan bunda ma'no bo'ladi deb ma'no qilgan. Endi Allah Teala'nın lema ateytukum degan sözüde iltifat deb yani balagat qoidasi iltifat deb bir qoida var. Yani bu yerda lema ateytukum deganda üçüncü shaxsdan birinchi shaxsga o'tib kelgan. Yani g'oyib shakldan mutakallim shaklga yani so'z degan yerda yo'q shakldan üçüncü shaxsga kelib so'zliguvchi shaklga o'tib kelgan. Allah Teala nimda boshlagan oyatni Ahazallahu diye Allah Teala peygamberlerin ehdinamını aldı deb başlap lama ateytukum diye men sizlarga qandaqligi bir kitobni bersem deb birinchi shaxsga o'tkildi. Bu iltifat deb ataladi bunda o'tkash. Ya'ni anglag'uchining zihnini boshqa yerga chechilib ketsa, zihnini yig'ib tortib akilish uchun. Ve bunu Allah Teala uların əhdinin namını alğan Allah Teala mən bakmam mən aldım uzun əhdini deb ağındaki kallısını bilek yak etişin zihnini yığıp tartıp ekiliş faydaları var. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ diyen kavli Allah Teala'nın. Andın ki sizler bilen ki diyen sizler bilen bilip evetilgen sizlerge evetilgen kitapni tasdiqlaydigan birer peygamber kelse yani andaki sizlarga mening dargohimdan sizlarga ato qilingan kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar kelsa endi u payg'ambar bo'lsa yani ko'p sonliq tafsirshunoslar u payg'ambar bo'lsa Muhammad sallallohu alayhi vasallam dur deb tafsir qildiq. La tu'minunna bihi va la tansurunna. U payg'ambarga la tu'minandagi lam beşki qasam desa qasamning javobi bo'ladi yani. Alloh bilan qasamki men sizlarga har qanday bir kitobni bersam, kitob hikmatni bersam, ondan keyin sizlarga bir payg'ambarlarning bergan kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar kelsa, sizlar uni cho'qim yerdan bilasizlar, cho'qim ishini sizlar cho'qim yerdan bilasizlar deb şunun cevabı bo'ladi. İbn Abbas radıyallahu anhu şundak degan ki Allah Teala peygamberlerden bir peygamberini evetip bakmadı. Eğer evetse onundan şundak Çin ehdi aldı ki eğer de Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni o peygamber hayat vaktinde evetip kalsa onu çokum iman etip işine dıganğa ve onunla yerden beri dıganğa ve ümmetlerini şu peygamberge iman etişga davet kılıdığanga, buyuruyduğanga Allah Teala her kandak bir peygamberden
ahdi algandır deb İbn Abbas radhiyallohu anhu şu oyatninki tafsiri düşmüşler degan. Shuning uchun nurg'ulg'an mufassirlar buni bu yerdagi rasul degan bizga bir payg'ambar kelsa degan Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelsa demoqchi deydi. Endi mushu oyatniki ta'vilida Abu Ja'far ibn Jarir Tabari rahimahullah deydiki, en güçlü qarash bu oyatning tafsirida, ya'ni bu oyatning umumiy ma'nosi, ya'ni ey kitobiylar, shuni yodingizga ilinglar ki, ayni chaqda Alloh taolo payg'ambarlardan chin ahdini oldi. Nima deb oldi desa, men sizlarga Alloh bilan qasamki, men sizlarga har qandoqligi bir kitobni, har qandoqligi bir kitobni va bir hikmatni bersam, ondan keyin sizlarga mening dargohimdan bo'lgan, sizlar bilan birga bo'lgan kitobni tasdiqlaydigan biror payg'ambar kelsa, uningga cho'qim ishonisizlar, uningga jazman yordam bersizlar. Jazman yordam bersizlar degan bo'ladi. Ya'ni İbn Jarir Tabari rahimahullohning demoqchi bo'lgani, bu yerdagi rasul degandan har qanday rasul, ya'ni payg'ambarlarning bir-birini tasdiqlab, bir-birini quvvatlashi ularga vojib. Tabiiyki ular tasdiqlaydi, vojiblaydi, chunki hammasining da'vosi bir. Bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu qatorga kelib ketadi va boshqa payg'ambarlar, hamma payg'ambarlar shu qatorga kelib ketadi. Bir payg'ambar bu oyatning ma'nosida payg'ambar alayhisalom deb qo'ysak, boshqa payg'ambar ba'zan payg'ambarni ishonmasimi butqan, yordam qilmasimi butqanligi ma'ni chiqib qoladi, shunga anda ma'ni aytsak bo'lmaydi. Bu oyatga payg'ambar alayhisalomni kirdi, chunki Alloh taolo rasulun deb nakira keltirdi. Bu yerdagi rasul degan, ya'ni bir payg'ambar degan ma'nosi, agar ar-rasul deb kelgan bo'lsa, haliqi payg'ambar kelsa degan ma'no chiqibdi, lekin rasulun degan, ya'ni bir payg'ambar, qanday payg'ambarsin bir payg'ambar kelsa degan bo'ladi. Shu Alloh taolo payg'ambarlardan xos payg'ambarning zamonasida qanday payg'ambar kelsa, unga ishinib, uni qo'llab quvvatlashni buyurgan va shundan ahd olgandan qilish, ahd olgan deb shu ma'noni ta'kidlagan. Masalan, Isa alayhisolamning zamonasida masalan Yahya alayhisalom, Zakariya alayhisalom ikki payg'ambar bor masalan. Yahya alayhisalom bilan Isa alayhisalom zamondosh masalan. Masalan, İbrahim alayhisalom bilan Lut alayhisalom zamondosh masalan. Qur'on-i Karimda uch bayon qilingan. İbrahim alayhisalomga payg'ambarlikka, ya'ni firishtalar kelganda qala fama khatubukum ayyuhal mursalun deb İbrahim alayhisalom, hurmatlik elchilar, sizlar nima deb kelib qoldinglar deganda, biz qattiq gunohkor bir qavmga avatildik. Biz ularni hilok qilib o'tmoqchi, musulmon bo'lgan, iymon etgandan boshqa hammani hilok qilib o'tmoqchi degan vaqtda İbrahim alayhisalom qattiq be'am bo'lib ketgan shu vaqt. Shu qissalarni Alloh taolo tafsili deb bergan. Ya'ni Lut alayhisalom bilan İbrahim alayhisalom ikkisi bir zamondosh. Masalan, Musa alayhisalom masalan Yusha ibn Nun degan shogird bilan bilmagan, keyin u payg'ambar bo'lgan Xidir alayhisalom bilan Musa alayhisalom kurashgan masalan. Isa alayhisalom Antakiya kentisi o'ziniki elchilarini avatgan. Isa alayhisalomning har birisi payg'ambar bo'lgan masalan. Ya'ni nabiy payg'ambar bilan rasul payg'ambarning farqi nima desanglar? Nabiy payg'ambar degan bu payg'ambar Alloh taolo tarafidan kelgan, Alloh taolodan vahiy kelgan va ummatlarni da'vat qilishga buyurilgan. Lekin nabiy payg'ambarga o'z oldiga bir shariat, ya'ni o'z oldiga bir yangidan bir shariat, tavhid hammasi bir. Odam alayhisalomdan tortib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamgacha hamma payg'ambarlarning tavhid aqidasi hammasi bir e'tiqodi. Lekin shariat degani, ya'ni bunda masalan ba'zilarga namoz 5 vaqt farz bo'lsa, ba'zan 2 vaqt farz bo'lsa, ba'zilarga masalan but haykallarni, but emas, haykallarni yasash. Haykallarni yasash, Sulaymon alayhisalom haykallarni yasash halol qilingan, bizga harom qilingan masalan. Bani Isroil qavmiga masalan Yahud nasronlarga har qanday masjidda, har qanday yerda namoz o'qish ruxsat qilinmagan. Bizga har qanday yerda faktiroq bo'lsa namoz o'qish ruxsat qilingan masalan. Degandek, bunda shariatlar mustaqil shariatlar berilmagan payg'ambarlarga. Mustaqil shariat yo'q, lekin o'zidan ilgirki, masalan,
İbrahim Aleyhisselam'dan kimki peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın milletiga davet kıldı mesela İshak Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam geldi. Hemmesi İbrahim Aleyhisselam'ın milletiga davet kıldı. Nuh Aleyhisselam'ın kim kele mesela Nuh Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın burun mesela. Ula hemmesi Nuh Aleyhisselam'ın ki milletiga davet kıldı mesela şeyletiga kene şeyletiga. Onundaki mesela Musa Aleyhisselam'ın kim kelgen peygamberlerin biri İsa Aleyhisselam'ın için boğan artık peygamberler Musa Aleyhisselam'ın kendi Tevrat'a çağırdı var ümmetlerini. İsa Aleyhisselam kelip İsa Aleyhisselam'ın için peygamber Aleyhisselam'ın zamanı boğan İsa Aleyhisselam'ın şagirdleri, elçileri, peygamberler hemmesi İsa Aleyhisselam'ın şeriatine davet kıldı. Hem de Nebi peygamber diyen bana şu. Resul peygamber diyen şu degende Resul peygamber diyen okşaşlı bunu Allah Teala tarafından vahiy gelgen ve okşaşla ümmetlerini hakka davet kılış buyurulgan. Lekin bunun asmanın alaydan kitap düşürülgen ve asmanın kitap düşürülgen yeni bir nima degende bununki öz aldığa müstakil şeriatı var. Müstakil mesela İsa Aleyhisselam keldi. İsa Aleyhisselam kelip meselege Tevrat'taki bazen bir mesela ihtilaflaşkan meselelerini aydınlaştırıp adil hüküm çıkargılı ve ben yine hak kitabını hep geldim deyip İncil'ini hep geldim diyen mesela. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelgendikin Tevrat, İncil hemmesi emelini kaldırılgan çünkü ola Tevrat, İncil'ini hemmini özgertip etkenlik için Allah Teala Kur'an-ı Kerim nazil kıldı. Başka hemme şeriatlar emelden kaldırıldı. Hatta ki İsa Aleyhisselam ahir zamanda ziminiga tushsumu yanala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı boyunca hüküm kılındı. Hem de Allah Teala'nın قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري diyen kavli. Yani sila yukarı ehdinamıga asasen bana vade bədіңli mi yani? Kubul kıldın, ikrar kıldığını mı, itiraf kıldığını mı? Ve şununla asasen yukarı ve ehdinamıga asasen bana men sizlerge koygan şartlarını kubul kıldığını mı? Hem de Allah Teala'nın bir adı ki İsri diyen kavli, İsri diyen yani ahdi diyen boldu. Yani meniki yani men sizlerge koygan ahd degan gap, ya'ni men sizlarga mana bunda men sizlarga payg'ambar avatsam, sizlar uning ishini sizlar deb qo'ygan shart, Alloh taolo qo'ygan shartdi. Uni keyin bu shartga bularning qabul nima qilgan? Qo'shildinglarmi deb Alloh taolo teklifni qo'ydi mana. Mening teklifim bu shu. Ahdi degan nima teklifim sizlarga toplaydigan tavsiyam mana bu shu. Buni siz qabul qildinglarmi? Qabul qilamsizlar demakchi. Deb Alloh taolo shu teklifni oldi qo'ydi. Qo'ygandan keyin bu yerda isri degan so'z Alloh taoloning. Isri degan lug'at jihatda isri degan gap yuk degan bo'tu. Eg'ir yuk degan bo'tu. Allomiz Zamaxshari deydiki, bu yerdagi ahd, ya'ni ahd degan gap nima deb yuk deb ataldi. Nemishqa deganda, chunki u xuddi yuk degan tingiladigan, og'amchida chigilib mazmut bog'lanadigan narsa, xuddi shuningdek odamning zimmasiga yuklanadi. Yuk degan bu yerdagi ahda insonning zimmasiga yuklanadigan majburiyat bo'lganligi uchun isr deb atalgan, ya'ni istiaya deb atalgan ism deydi. Ya'ni ma'nosi mushu ahdi nomini itiraf qildingmi va bu ahdi nomini qabul qildingmi degan bo'ldi. Endi Abu Ja'far Tabari rahimahulloh bu yerdagi isri degan, ya'ni mening ahdimni, mening tavsiyamni qabul qildingmi? Endi bu akhaztum degan Alloh taolaning akhaztum degan so'zi, ya'ni aqabiltum ala zalika minni va raditum degan bo'ldi deydi. Ya'ni ashu ahdi nomiga asosan ashu ahdi nomini man qo'ygan ashu shartlarni qabul qildinglarmi va rozi bo'ldinglarmi degan bo'ldi ma'nosi. Bu yerdagi axiz ya'ni axiz degan gap asli elish, tutish degan gap. Bu narsani elish, tutish degan gap. Elish, tutish degan gapni bu yerda qabul ma'nosida. Bu yerda
qabul ma'nosiga, ya'ni qabul qilish degan ma'noda. Ya'ni qabul qilish va rozi bo'lish degan ma'noda. Masalan, bu ularniki arablarning akhazal valiya alayhil bay'ah degan bir so'z bor. Ashunda so'zdan chiqqan masalan. Valiga shundoq shartlarga asosan bay'at badi. Valining qo'ygan bunda takliflarga asosan valining bay'atini qabul qildi degan, ya'ni valiga o'zlariga biz itoat qilamiz, sizlarga osiy olmaymiz, sizniki buyruqlarini Alloh taologa osiy bo'lishdan boshqa har qanday buyruqlarini qabul qiladiganga, bunda buyruqni qabul qiladiganga biz sizlarga bay'atlarini qabul qildik degan, biz sizga shuni bay'at berdik demoqchi. Tabiiy bay'at degani bo'lish uchun bay'at og'ishining bir shartlari bo'ladi, taklifi. Manda taklif bor. Ma taklifga menga bay'at beramsizlar desa, bay'at berguchi taklifni ko'rib, qalab chiqib, uni rozi bo'lsa tamam. Mana bunda shu shartlarga asosan men sizlarga shu shartlarni qabul qilib sizlarga bay'at berdim degan ma'noni ko'rsatmoqchi. Mana bu shartga shu akhadtum ala zalikum isri degan ma'nosi bu shu deydi İbn Jarir Tabari rahimahullah. Endi Allah Teala dedi feşhadu ve ana ma'akum mineşşahidin. Endi siz anda olsa qabul qildinglarmi? Guvoh bo'linglar. Sizlarmi guvoh bo'linglar, o'zingizlar va'da berdinglar. Ahdi namini qabul qildinglar. Men bu sizlarga guvohchi, sizlar bilan birga men bu guvohchi. Ya'ni Allah Teala deydi, sizlar o'zingizlarga va sizlarning ergash kuchlaringizga guvoh bo'linglar. Men bu sizlarga va ularga guvohchi deydi. Faman tawalla ba'da zalik, kimki o'zi ahdi bir bo'lgandan keyin Alloh taolo qo'ygan taklifni qabul qilib bo'lgandan keyin yuz o'rib ahdini buzsa, ya'ni yuz o'rsa degan, ya'ni ahdini buzsa degan. Fa ulayka humul fasiqun. Fasiq degan faqat oshularni butu. Undan boshqa oshulardan fasiq, va'dani buzgan odam degan. Deb yana asli fasiq degan jihat, yomon ne chiqil fasiq bo'lishini yo'lladi. Bu yerda Alloh taolo qasr sifa ayal mavsuf deb bir qoida bo'yicha, ya'ni sifatni mavsufga xoslashtirish degan balog'at qoidasi bo'yicha deb qo'yishsa, ya'ni bu haddidan ziyada ig'ir jinoyat demakchi. Xuddi buniki xatoligining ig'irligi, jinoyatining ig'irligi sababidan mushulug'an ham fasiq, bundan bilan hech kim fasiq emas deb bo'lib ketdi. Yomon yurgan buni gunoh degan bo'ldi. Endi Alloh taolaniki yana bir oyatiga yetkilaylik. Alloh taolo deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم. Allah Teala dedi ki, Allah'ın dininden başkasını istemdi ola dedi. Yani bu Yahud Nasaralar bu peygamberlik gepini anlamay vaadnamelerden yana vargan, yüz örgen bu Yahud Nasaralar Allah'ın dininden başkasını, yani başka bir dinini istemdi. Ve lehu esleme men fis semavati vel ardi tav'an ve kerha. Halbuki osmanlardaki ve zemindeki her şey demek. Her kişi o zatqa, yani o Allah'a ihtiyari halette ve mecburi halette ihtiyar kılsın, ihtiyar kılsın. İhtiyari halette ve mecburi halette boysungan tursa ve ileyhi yurcaun. Halbuki ular o Allah tarafiga qaytırıldı. Yani ular Allah Teala tarafiga qaytırıldıgan tursa, osmonlardagi, zemindagi her narsa itoat qilmay boysundigan degan bu dunyoda Alloh Taologa iymon etmagan kofirlar mesela bu dunyoda. Oxiratda bu hammasi mecburi, hammasi tug'ildi, mecburi hammasi o'lidi, hammasi Alloh Taoloning oldiga yenib boradi.
Bu Allah Teala'nın adını verip Allah Teala'nın gepini anlamay öz adı baştan kılıp bu yolun tavlı kıgalının cezasını Allah Teala beğenmez mi? Muşunda tutsa mı Allah, muşunda tutkan ehval, emilet muşunda tutsa Allah'ın dinini kapkar başka bir dinini istemde ola. Hem de tefsir. Bu ayetin tefsir tehlillik ileyli. Allah Teala'nın efe gayra dinillahi yebğun diyen kavli. Bir yerde ki Hamza yani diyen Hamza tenkitleştin kegen inkar. Yani Allah Teala'nın dinini koyup başka dinini istem doğula. Vay bu andaksı bulanta bula. Andaksı herkes bu olmaydı bundaksı kattığı maniş bu demekçi. Yani ehli kitap İslam dininin başka Allah Teala özüneki peygamberlerini evetken İslam dininin başka bir dinini istemdi ola. Hem de medir bizim Uygur tilideki bir mesele var. İstemdi olan izdemduğunaki farkı var. İstemek diyen gap yani bir narsani arzu qilmak, xolimak, tilemek degan ma'noni ko'rsatadi. İzleş degan gap, yib ketgan bir narsani izlash degan gap. Yani izlash degan gap boshqa gap. Istash degan boshqa gap. Shu ma'no yani istamdi degan gap ma'nodagi. Ve lehu esleme men fis semavati vel ard. Yani osmonlardagi ve zimindagi her kişi onunğa boysungan tursa. Yani Allah yani osmonlardagi osmon ahli ve zimin ahli hammasi Allah Taolaga boysungan, taslim bo'lgan, egilgan tursa, tav'an va karha degan yani tav'ani itoat qilib degan yani ixtiyoriy, o'zi ixtiyor qilgan va karha degani majburiy, ixtiyor qilmaganlar majburiy. Hamda Allah Taola'nın kimedi tav'an degan so'z yani ixtiyor degan so'z yani o'zi öz ichidan ixtiyor qilib bo'ysungan degan ma'noda. Karha degan gap yani u yomon ko'rib, ixtiyor qilmay o'zi yoqtirmay turib majburiy holatda bo'ysungan degan gap. Yani xo'yi itoat qilsin, xo'yi itoat qilmasin. Xo'yi yoqtirsin, xo'yi yoqtirmasin. Xo'yi ixtiyoriy itoat qilsin, xo'yi majburiy itoat qilsin. O çokum itaat qildi u, çokum majburiy u. Allah Taala aslama deb yani bo'ysunadigan tursa demay, bo'ysungan tursa deb aslama yani o'tgan zaman fe'ldan keltirib qo'yishi, yani %100% itaat qildi. İnsandan boshqa hamma maxluq mushu dunyoda Allah Taolaga itaat qildi. Hamma maxluq. İnsandan musulmonlar itaat qildi, kafirlar Allah Taolaning hukmiga bo'ysunmagan kafirlar cho deganda, bular yani Allah Teala'nın buyruğu boyunca ölü doğuyor. Şunu ölüsü bunu itaat kılgani. Ölgenden keyin onu ve ileyhi yuracağım degen Allah Teala tabi qaytırılıp hemmesi özünün ameliga yarışa ceza mukafat kılışıdı o. Hem de Allah Teala'nın tav'an ve kerha degen yani ihtiyari ve mecburi halde deb keltirişi bunu balagat qaytı tıbak deb adı tıbak. Yani karma karşı sözlerini keltiriş uslubu. Bunun da neme payda çıkıldıysa bu umumlu payda veriyor. Yani demek hemmesi denge. Xoy itaat kılsın, ihtiyari itaat kılsın, xoy mecbur itaat kılsın. Yani hiç kim teli kalmaydı. Demekçi. Onda payda var. Katada rahimahullah bu ayetin tefsirideydi. Mümin ihtiyari halda boysun diye Allah Teala. Kafir olsa mecburi halde yaman kürep yaktırmayın mecburi halde onunla paydası yok yani menfaat vermeydi yani ölge vaktida boysunudu dep bunda tefsir qilgan Qatada rahimahullah. İbn Kesir rahimahullah bu ayetni tefsir etgan ki mümin öz kalbi bilen teslim buludu. Öz kalbi bilen teslim buludu. Kafir bolsa mecburi teslim buludu. Çünkü o hemmesi Allah Teala'nın boysunduruşu, bastırışı, saltanati astidadır. Allah Teala'nın hükmüne hiç kim hilaflık kılanmaydı, hiç kim tusalgı bulanmaydı. Deb İbn Kesir rahimahullah bunu tefsir qilgan tefsirde. Ve ileyhi yurcaun degan, yani o Allah tarafı qaytırılıdı ola degan yani. Yani kıyamet günü
her biri Allah Teala tarafından kaytırılıdı. Her biri üzerine emelige yarışa ceza mükafatı ilişidu. Allah Teala niyadın hem de iman İslam'ın peygamberlerden ahdiname ağalıqını bayan kılıp her kişi her qanday bir peygamber gelse peygamberler bu peygamberlerini qo'llab quvvatlashi lozim deb bo'lgandan keyin endi bizlarga ummatimizga payg'ambar alayhissalomga ummatingni bunda deb qo'ying deb iymonninki sog'lom bo'lishidagi muhim bir omilni Alloh taolo bu oyat orqali bizga yetkazadi. Alloh taolo deydiki: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. Allah Teala bu ayet kerimede diyor ki Digin ki yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem digin ki biz Allah'a iman ettik ve bizge çürülgen kitapqa iman ettik yani Kur'an'a ve İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onun evlatlarına çürülgenge iman ettik. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى Musa ve İsa'ga verilgen kitapka iman ettik. وَالنَّبِيُّونَ min Rabbihim Musa ve İsa ve peygamberler yani başka yani umumi peygamberler Perverdigar tarafından verilgen kitapka iman ettik den. La nufarriqu beyne ahadin minhum Biz ulardan hiç kimnin arasını ayırıp koymayız. Ve nahnu lehu muslimun. Biz Allah'a boysunluğumuz. Biz Allah'a boysunluğumuz. Den. Ümmetlerinizge mühinde de koyun. Ular iman etsin mühinde etsin. Yani biz Allah'a iman ettik. Allah Teala'nın bizi düşürgen Kur'an'a iman ettik. İbrahim, İsmail, İshak, Yakub onun evlatlarına çürülgen sahiplerine iman ettik ve Musa, İsa ve Perverdigar tarafından evlatlarından cümle peygamberlerine bilgen kitap sahiplerine biz ne kıldık? İman ettik. Biz hiç kanday bir peygamberini ma peygamber, ras peygamber, ma peygamber, ca peygamber demeyimiz. Hemmesine Allah Teala tarafından gelen peygamberler, hemmesine peygamber deyip iman etimiz. Biz Allah'ın hükmüne boysunumuzdan dep imandaki en mühim arkalarının boğan rüknlerini Allah Teala bizge ügetip atı demeydi. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim ki İslam'dan başka bir dinni isteydikken onun isteyen dini
Hergiz mi yani isteydigen degan gap yani. Step şu İslamdan başka İslamni qabul qilmay başka dinde bo'ladi ekan demekçi. Onun tutkan o dini hergiz mi qabul qilinmaydi. Ve huve degan ve u tahi ahirette minel khasirin. Hakikaten ziyankarlardan bo'ladi. Bu ayetning tahlili tefsiriga kelsak, Allah Teala deydi: "Kul amanna billahi ve ma unzila aleyna." Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı digin ki ümmetine de koyun ki biz Allah'a iman ettik. Bizge çürülgenge iman ettik. Yani demek ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem den ki siz ve sizin ümmetiniz mundak dangla. Allah'a iman ettik. Bizge çürülgen Kur'an'a iman ettik diye dangla diyen bulmaz diyor. And ve ma unzila ala İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve el-Esbat dinin. Ve İbrahim'e çürül, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onun evlatlarına çürülgenge iman ettik dağlar degen. Hem de İbrahim Aleyhisselam'a sahibeler çürülgen. Ve İsmail, İshak, Yakub ve onun evlatları Yusuf Aleyhisselam ve şu barlık Musa Aleyhisselam'ın kelgen Beni İsrail Yakub Aleyhisselam'ın evlatlarının çıkan peygamberinin beri hemmesi şu İbrahim Aleyhisselam'ın şu sahibeleri boyunca ta ki Musa Aleyhisselam'ın Tevrat azı boğucu şu sahibeler boyunca yol tutmangan. Şu sebepten Allah Teala ma peygamberlerine hemen bir yani İbrahim Aleyhisselam'daki sahibelerine İbrahim Aleyhisselam Mursel peygamber sahibelerine İbrahim Aleyhisselam düşürgen sahibelerinin bu hemmesiga düşken bile okşaş derecede kılıp şunu hemmesiga düşürülgenliği gerek halette bizge bayan kıldı. Hem esbat diyen gapni biz Bakara suresinde nayet köp tefsir kılgan. Yani bir kısa şerif biteyli. Esbat diyen gap sabit diyen sözündeki köplük şekli. Sabit diyen gap yani nevre diyen buludu. Nevre. Bir rivayette çevre diyen buludu. Yani bir rivayette evre diyen buludu. Hem de bizden Uygur dilimizde de bir gap var. Nevre diyen balının balısının nevre. Balının balısının balısı evre. Balının balısının balısı çevre. Bizim Xotan dilimizde kukun nevre, pe nevre, kukun nevre de barıydı. Ama edebi tilde nevre, evre, çevre de barıydı. Esbat diyen gibi yani çevreler diyen gibi. Ama bir yerde ki Allah Teala'nın murat maksadı varsa yani Beni İsrail'in, Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarından kelip çıkan Beni İsrail kabileleri demek. Yani 12 kabile bilingen bula. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. Şuların yani 12 tane kabile bilingen. Şu kabile Musa Aleyhisselam şu ne uğa vaxtada taş aziz olan uğa vaxtada 12 tane bulak çatırap çıkan. 12 bulak. Her bir kabilege yitadigan 12 tane bulak çatırap çıkan. Bu Kur'an-ı Kerim'de kendini bayan kılınırlık. Yani bu tefsirin hem umumi manisi yani biz den ki yani Allah Teala deydi. Selam mundak danladı. Biz aşulağa nazlı kılıngan sahibelerge ve vehiylerge iman ettik. İman ettik. Danla degen bu adamdı. Ve ma utiye Musa ve İsa yani. Musa ve İsa verilgen kitap iman ettik yani. Tevrat'ın İncil'in ibaret kitaplar demek. Ve nebiyyune min rabbihim. Ve nebiyyune min rabbihim yine Allah Teala. Hem de yani Perverdigar tarafından gelen cimi peygamberler. Bu gap ne deb atıldı diye ma kavli Allah Teala'nın. Atf am alel khas diyen kaide. Arap dilinde bir kaide var. Balagat kaidesi de. Atf am alel khas. Yani bir nersinde Allah Teala khas tefsili getirip bulab onu kendi umumi halette bir keltiriş. Ve nebiyyune min rabbihim diyen ta ki peygamber Adem Aleyhisselam'da da peygamber Aleyhisselam'da cimi peygamber uçuyordu. Beşte de perde mesela İbrahim uçurulgen, İsmail, İshak onun kendin Yakub ve onun evlatları Musa, İsa da getirip alıp ve nebiyyune min rabbihim de getirip koyuşu ağıl peygamber meçhurken ağıl bilek peygamber meçhurken öyle kaman demek için maksat. Nebiyyune deyince cimi umumi demek için manada
Beşte Allah Teala Adem Aleyhisselam tilgamide, Nuh Aleyhisselam tilgamide mesela. Lut Aleyhisselam nur bulan peygamberlerin amıdı tilga. Yani mayada hemmesi kirip gitti zemde. Hemme peygamberler kirip gitti. Yani Allah Teala tarafından kelgen cemi peygamberlerge qandaqlık semavi kitap, qandaq ve çürülgen biz hemmege iman ettik den demekçe. La nufarriqu beyne ahadin minhum. Yani uladın hiç kimnin arasını ayırıp koymayımız degen, hiç kimni ayırıp koymayımız degen. Yani biz ulanın bir kısmıga iman etip, bir kısmıga kafir bulmayımız. Yahud Nasrala qandık. Yahud Nasrala Yahudiler biz Musa Aleyhisselam'ın peygamber kılığına bakardı. Nasrala İsa Aleyhisselam'ın peygamber kılığına bakardı. Biz onu digendek demeyimiz, onu kılığına kılmayımız. Belki biz hemmesi iman etimiz degen bu. Ve nahnu lehu muslimun. Biz ona boysunluğumuz degen. Yani biz ona ibadetini halis Allah kılımız. Allah'ın ilahlıkını, perverdigarlığını ikrar kılımız. Onunla hiç kimni şirk ettirmeyimiz. Diyen bu demde. Andın ki Allah Teala İslam'dan başka her kandak din deb itiqat kılıngan nasilenin batıl ve merdut yani kat'i rad kılınganlıkını Allah Teala bayan kılıp mındaq deydi. Ve men yebtagi gayra'l İslami dinen fela yuqbala minhu. Kim ki İslam'dan başka bir dinni din deb itiqat kıldı iken, onu din deb isteydi iken, onu din deb itiqat tutudu iken fela yuqbala minhu. Onu herkes makbul kılmaydı. Yani kimi ki İslam şeriatının başka şeriatını talep kıldı iken, Peygamber Aleyhisselam öğretilip bolgandan keyin, ajını din tutqılı. Onu Allah Teala herkes makbul kılmaydı. Onu Allah Teala onundan herkes makbul kılmaydı. Yahudilerin dinini makbul kılmaydı. Üzünü payda kılıp algan, özgertip etken dinlerini, Nasaraların dinlerini makbul kılmaydı. Butperestlerin Budda dinlerini makbul kılmaydı. Şunun için hatta ki Allah Teala ilgili bir ayette biz inne dini indellahil İslam diye ayetlerin tefsiri bizde ötken. Din diyen Allah'ın nezrinde fakatlı İslam dini. İslam dini. Qalan asli din emas o. Qalan asli böyle üzerine payda kılıp algan Allah Teala onu ma enzelallahu biha min sultan. Allah Teala onu hiç qanday davli hüccet düşürmegen, ispat düşürmegen üzerine payda kılıp algan bir adet, bir iş xalas. O din deb ataşmın bolmaydı başka narsadan. Şoňa Budda dini, Hristiyan dini değişki bolmaydı. Budda dini demeyin, Butperestler. Anladın? Nasaralar, Yahudiler. Ya Hristiyan Allah deyin. Dini diyecek bolmaydı. Hristiyan din digen emas, Hristiyan Allah. Anladın? Bunu din dep atamaymiz. Allah Teala din digen fakat İslam. İslamdan başka hemmesi onu üzünü peyda kılıp algan örp, adet, üzünü itiqatları emas. Bunu din dep ataşmamaydı. Ve huve fil ahireti minel khasirin. Bu tek ahirette bu dünyada kubul kılınmagan bolsa endi galysak hem tike dep kubul kılınmaydı dese Allah Teala kubul kılmagandykin aşkı çatak çıkmady ahirette dese anda emas. Belki ahirette edessiz çoğ ziyan tatıtı. Bu dünyada hata itiqatını kılıp kapalak tatıp bir kişinin özlerine Allah Teala haram kılmagan işini özü üçekiz haram kılıp öyle bir kapalak tatıp din tutup devirip ahirette çoğ ziyan yani ebed bitmez tügümez azap zevzak cehennem utuğa mahkum bulup bunu da mı çoğ ziyan bulamda. Anladın? Cennetteki her kanda bir kapırga kabir ki boğuca onuğa firişteler gelip köz tutu diye yetiştiripti. Onuğa esasının cennetteki onu gösterdi. Cennette mındak köden mi? Mındak güzel uğurlarını köden mi? Mavi hır elini köden mi? Hemmesi seninkiydi. Sen Allah Teala'nın gibi unumay eskilik kalığın sebebini Allah Teala senin onu almaştı vattı. Dep almaştı vattı dep anda dedi kapı uçaktaki hasreti upuşma degen hiç kim geçmedi. Cennetini kömegen bolsa o bitti. Vah Xudayım muşonda katını ben koldum öptüm ya men dep. Aş uçakta onun tatkan hasret nadameti hiç kaçan hiç qanday tilde tasvirlep boğulamaydı. Şoňa minel khasirin diýen ýene ahirette ziyan tartışy diýen gep ahiretde çoň niýetli golun bäri çoň kapyrlar diýen. Deplap Allah Taala endi ýeni bir mazmunga ötkürdi. Yani bu mazmun burunky mazmun bilen münasibetlik yani
payg'ambarlar kelib bo'lib payg'ambarlari shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon aytinglar deb va'da tavsiya vasiyatni qilib bo'lib ketib bo'lib payg'ambarlarga ishinib bo'lib ular payg'ambarlarniki mo'jizalarini ko'rib iymon aytib bo'lib payg'ambarlar ketgandan keyin iymondan yana olgan payg'ambarniki vasiyatlarini qabul qilmaganlar haqida hamda Allah Teala deydiki Euzu billahi mineşşeytanirracim كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Allah Teala deydi ki Allah Teala iman etip bo'lganlardan keyin kafir bo'lgan bir qavmga qandoqmi hidayat bersin. Allah Teala ular iman etip bo'lganlardan keyin kafir bo'lgan payg'ambarning ularga avatilgan payg'ambarning haq ekanligiga guvohlik berib bo'lgandan keyin ularga kelgan hujjatlarning haq ekanligiga guvohlik berib bo'lgandan keyin kafir bo'lgan bir qavmga Alloh qandoqmi hidayat bersin. Vallohu la yahdil qavmaz zolimin. Alloh taolo zolim qavmga hargiz hidayat bermaydi. Ana shular. Ular Allah Teala'nın dinine kirib bo'lgandan keyin payg'ambarga iymon etib bo'lgandan keyin avatilgan kitoblarga iymon etib bo'lgandan keyin kafir bo'lib yenib olganlar bo'lsa, yani ularning jazosi bo'lsa, ularga Alloh taolaning la'nati, farishtalarning la'nati, barliq insonlarning la'nati ularga yog'di. Ularga bo'ldi. Xolidina fiha la yukhaffafu anhumul azab va la hum yunzarun. Endi Alloh taolaning la'nati ularga yog'di, ularga bo'ldi degan gap, Alloh taolaning la'nati bo'ldi degan gap, meni davzig'i bo'ldi degan gap endi bu. Davzig'i bo'ldi degan gap. Shu yerda xolidina fiha deb qo'ydi. Tabi, bu davzaq degan gapni bu yerda chiqamonlik bu yerda. Chiqamay turib xolidina fiha deb zamir keltirib qo'yish, ya'ni Alloh taolaning la'nati degan gapni, ya'ni Alloh taolaning azobi davzig'i bo'lib ketgan gap. Yani şu sebepten yani halidine fiha. Ula o devzakta mengü kalıdı. Uladın o devzak azabı yengilletilmeydi. Ulağın mühletini verilmeydi. Birden bir saklap bir de azaplamaydı. Bir de hadıklarının azaplarını tıkan iş yok. İllellezine tabu min ba'di zalik ve aslahu fe innallahu gafurur rahim. Fakatla aşunun kin yani bir xato sodir qilgan bo'lsa, iymon etib kafir bo'lib, yeni qilgan bo'lsa, yeni tavba qilib xatoligini tunib tavba qilgan va aslahu va ashu qilgan eskiliklarni birini tuzatgan, har qanday buzayotgan ishlar bo'lsa, buzayotgan ishlarni joyida asliga yondirib kelib tuzatganlar. Ashularla bu azabqa Allah Teala'nın la'natiga va azobiga duchor bo'lmaydi. Fa innallohu g'afurur rahim. Chunki Alloh Teala intayin mag'firatlik, nihoyat rahimlik zotdir. Alloh Teala ularning gunohini mag'firat qiladi.
Endi bu oyatning tahlili tafsiri kelsak, Alloh taolo kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Ular iymon aytib bo'lgandan keyin kofir bo'lgan bir qavmga Alloh taolo qandoq hidoyat berdi degan. Bu yerdagi istifhom, ya'ni ta'jib degan gap, hayron qoldirish boshqalarni. Ve ularning kafirligini haddidan ziyada yo'g'on bir jinoyat bilan boshqalarga bildirish. Bu kafirlash, iymon etib bo'lgandan kafirlash degan gap bu tasvirlab bo'g'itgan jinoyat emas, bu yomon ig'ir jinoyat. Ya'ni iymon etib bo'lgandan keyin kafir bo'lgan qavm qandoqmi hidoyatga haqli bo'lsin? Hidoyat berishga munosib, tegishli bo'lsin. Ular hidoyat berish bo'lmaydi ular. Ve shahidu anna rasul haqqun degan payg'ambarning haq ekanligiga guvoh bo'lganlar. Degan payg'ambarni haq deb guvohchilik berganlar degan. Ya'ni ularga hujjatlar kelib bo'lgandan keyin va Muhammad sallallohu alayhi vasallamning haq payg'ambar ekanligi ro'shan oydin bo'lib bo'lgandan keyin kafir bo'lganlar degan bo'ldi. Va ja'ahumul bayyinat degan ularga hujjat kelib bo'lgandan keyin degan, ya'ni ularga mo'jizalar, uchiq oshkor hujjatlar, davlilar, payg'ambar alayhisolamning rost payg'ambar ekanligiga bo'lgan davlilar kelib bo'lgandan keyin shuni ko'rib turib, bilib turib, masalan, oy yerilgandek masalan, oyning yerilgan degan yomon cho'ng bir mo'jiza edi. Shunda cho'ng har katta mo'jizani ko'rib turib, iymon aytmagan va iymon aytganlar navodiga iymondan yana bo'lgan odamlarga qandoqmi hidoyatga tegishli bo'lsin bu. Buni hidoyat berganmaydi ularga. Vallahu la yahdil qavmaz zalimin. Alloh taolo zolim qavmga hidoyat bermaydi. Uni abadan saodat yo'liga boshlab qo'ymaydi Alloh taolo. Hasan Basri rahimahulloh shu oyatning tafsirida deydiki, ular bo'lsa, ya'ni Alloh taolaning oyatdagi ko'zlayotgani bo'lsa demakchi. Ular bo'lsa Yahud va Nasaralardir. Ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sifatlarini kitoblarda ko'rdi va uning haq ekanligiga guvohlik berdi. Payg'ambar alayhisalom ularning millatidan emas, balki arab millatidan avatilibdi. Ular arablarga hasad qilib payg'ambar alayhisalomga iymon aytib ishinib bo'lgandan keyin kofir bo'ldi. Bo'lmasa ular payg'ambar alayhisalomning payg'ambarligini xuddi o'zining o'g'lining bolasi ekanligini bilgandek biladi. Deb Hasan Basri rahimahulloh bu oyat kalima shu Yahudi Nasaralar haqida tushgan bu. Islom dinini iymon etib qolib murtad bo'lganlar, musulmon bo'lib murtad bo'lganlar haqida emas, Yahud Nasaralar haqida tushgan deb Hasan Basri rahimahulloh shunday degan. Chunki murtad bo'lganlar haqida mana ikkinchi oyat, murtad musulmon bo'lib murtad bo'lganlar haqida ikkinchi oyat bor. Mana ikkinchi oyat. Ulaika jazaohum anna alayhim la'natullahi vel malaikati ven nasi ecmaîn. Yani ularning bunda kafir bo'lganiga beriladigan jazo Allohning, firishtalarning, jami xalqning la'nati. Ular u la'nat sababidan kirib ketgan dovzaxda mangu qoladi. Endi bu yerdagi shu fiha deb Alloh taolo jahannam degan gap akamitib la'natdan keyin fiha deb damir ma almashni akab qo'shni sababi almash degan damir degan bo'tu. Arabcha damir, uyg'urcha almash. Ya'ni akab qo'shni sababi lozim malzumlik bir qoida va balog'at qoidasi lozim malzum degan. Ya'ni Alloh taolaning la'nat qilishidan nima lozim keladi? Uniki la'natkorning jahannamga, dovzaxga kirishi lozim keladi. Lozim keladi. Yani melzumni so'zlab lozimni rozi qilish degan gap edi. Melzumni Alloh taolo la'nat deb so'zladi, undan keyin madhi ha degan damirdan nimani lozimni rozi qildi. Yani ular dovzaxda abad qoladi. Ularning hech qachon bir azob suslab qolmaydi, azob bo'shab qolmaydi. Ularga muhlatmi berilmaydi. İllellezine tabu min ba'di zalika ve aslahu. Faqatla ashundan keyin endi xatolik sodir qilgandan keyin tavba qilib, iymon aytib va buzayotgan ishlarini tuzatganlar. O'zining amalini buzayotgan amallarni tuzatganlar bundan mustasno. Endi meyada intayin injiga bir masala chiqdi. Alloh taolo
Allah Taala. Endi iman etib bilib, uni keyin kafir bo'lib olib, uni keyin tavba qilib musulmon bo'lganlar ma haqida tavba qilib deblam to'xtab qolmay va aslahu degan bir gapni qilib qo'ydim edi. Bir qaytib va aslahu degan, ya'ni iman etib bilib, undan keyin buning g'ayriga masalan namoz, farzlar vojib bo'ldimi? Iman etib bo'lgandan keyin bunga namozlar, zakatlar, andan nurg'ulg'an shariatning hukmlari bunga g'ayriga vojib bo'ldi. U asli iman etishidan burun masalan murtad masalan, asli iman etishidan burun bunga Alloh taolo tunib iman etishlarga vojib. İman etib bo'lgandan keyin buning g'ayriga namoz vojib, ro'za vojib, zakat vojib, pul topgan bo'lsa haj vojib masalan. Bunday vojiblarga menib o'tirdi. Ammo bu murtad bo'lgandan keyin nima qilib tabiiyki namoz o'qimaydi, ro'za tutmaydi, zakat bermaydi. Endi aslahu degan Alloh taolaning, ya'ni bu aynan namoz o'qimay, zakat bermay, aynan fasiqlik bilan ya'ni yurgan kunlariniki tavba qilgandan keyin tavba qilib to'xtab o'tmay, nima qildi? Aslahu degan aşı qilgan ishini birini tuzdi. Isloh degan gap, bu mashina buzib qolsa o'ng'ishganni isloh deydi. Ya'ni o'qimagan namozlarini o'qiydi. Bermagan zakatlarini berdi. Chunki amr degan Alloh taolaning farmoni, aqimus solat degan namozni o'qinglar degan farmoni. Agar bir odam vaqtida o'qisa adovudi. Vaqtida o'qisa adovudi. Agar o'qimay o'tkazib olsa qadovudi, qado. Degan gap u gardindan saqlab ketmaydi hech qachon. Uni o'qimoqchi u gardin saqlamaydi. Alloh taolaning buyurganini qilaverdi. Shunga men nima deydi? Va aslahu degan gap, shu qilmagan ishlarni birini tuzasi degan gap, o'qimagan namozlarni joyida o'qib qazosini qilsa, bermagan zakatlarni joyida bersa, tutmagan ro'zalarni joyida tutsa va fut deb bilib qilmagan hajrosini to'liq qilsa, undan keyin ma azobdan nima qilaydi? Xalos bo'ladi. Endi hozir yangidan bir toifa chiqib, andan masalan bir odamni fosiq qilib, masalan namoz o'qimay, zakat bermay, usmay endi yub anda musulmonning bolasi deb. Demak, murtad bo'lganda o'sha gap hamdir-cha bu. Anda yub qilib, uni keyin tavba qilsa, uni tavba qilib endi qanday o'qigan namoz, qazo namozlarini qanday qilsam bo'ladi deb kelsa. Uni o'qimasdan bu qazo namoz deb gap yo'q. Bas tavba qilsangiz gina bu desa, Alloh taolo meyadanda tabu deb to'xtab qolmay, tabu va aslahu degani, ya'ni ash buzayotgan, zayo qilayotgan amallarni birini joyiga kelsa. Alloh taolaning buyrug'i uning qilganiga vojib bo'lgan barliq amallarni joyiga asliga yamdib akelsa, bir kimni zulm qilib, narsani haqqini olgan bo'lsa, uni joyida to'lab haqqini yamdursa degan, ham buzayotgan ishni joyiga akelsa degan bo'ldi. Bu oyat kalima ashuni naq dalil. Fa innalloha g'afurur rahim. Alloh taolo intayin mag'firatlik, nihoyat rahimlik zotdir. Endi bu oyat kalimaniki sababiga qarab boqaylik. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilingan bir rivoyatda bu zot bunday deydi. Ansarlardan bir odam islomdan yenib oldi. Ansarlardan bir odam islom musulmon bo'lib islomdan yenib oldi. Va mushriklar qitilib ketdi. Ondan keyin bu qattiq pushaymon qildi. Pushaymon qilib o'zining qavmiga odam avatdi. Va dediki, men uchun Rasulullohdan bir so'rab boqinglar. Men qattiq pushaymon qildim. Menga bir tavba qilishga yo'l bormi? Dedi, dal shu vaqtda bu oyat nozil bo'ldi. Kayfa yahdillahu qawman kafaru, ya'ni iman etib bo'lgandan keyin kafir bo'lgan bir qavmga Alloh qandoq hidayat bersin degan qavlidan taki illallazina tabu min ba'di zalik va aslahu. Faqatlam tavba qilib bo'lgandan keyin, ya'ni shu askar qilib bo'lgandan keyin pushaymon qilib tavba qilgan va buzayotgan amallarni isloh o'ngshab joyiga kelgan odamlarla bu mangu azobga duchorishdan mustasnodir. Alloh taolo uning gunohini mag'firat qilib rahimlikdir degan oyat nozil bo'lib edi. Payg'ambar alayhisalom mush oyatni uniki qavmiga yozib berdi. Anda so'rab kelgan qavmiga mana bu oyat bo'ldi, meni yozib bilinglar deb yozdim. Avatibdi bu odam yenib kelib musulmon bo'ldi deydi. Mana shu oyatning tushish sababini Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu murtad bo'lgan oyat haqida tushgan deydi.
Hasan Basri rahimahulloh yuqorida bu Yahudilar haqida degandek İbn Abbas radhiyallohu anhuma mushu oyatning sababi mushudur. Davada. Bundan keyin Alloh taolo mush murtatlar haqidagi oyatlarni davom ettirib atalamda deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Allah Teala dedi ki şübihsiz ki iman etip boğallardan keyin kafir boğalla ondan keyin küfürlerini teximiz ziyade kılgalla ularning tövbesi hergizmi kabul kılınmaydı. Şularla azgullardır. Şübihsiz ki kafir boğalla ve kafirlik haletinde ölgenler bolsa ularning hiçbirinden zimin toşkuçilik altınni tülem tülügen pidiyat verilen tülem tülügen takdirdimu kabul kılınmaydı. Ularning kabul kılınmaydı. Ulaike lehum azabun alim. Aşularla intayin dehşetlik azap vardır. Ularga hiçbir yardımcı yoktur dedi Allah Teala. Hem de bu ayetin tahlile tefsir etsek Allah Teala deydi. Şüphesiz ki iman etip boğandan keyin kafir boğanlar, andan keyin küfürde teximiz ziyade kılganlar, küfürde teximiz ezbeyligenler. Bu ayet kelime Yahudiler hakkında düşken. Bula İsa Aleyhisselam'a kafir boğan. Musa Aleyhisselam'a iman etip boğandan keyin İsa Aleyhisselam kafir boğan. Andan keyin bula küfürne Peygamber Aleyhisselam'a kafir olap, Kur'an'ı kafir olap teximiz ziyade kılganlar deydi. Len tuqbala tevbetum. Ularning tövbesi hergiz kabul kılınmaydı. Yani ulardan küfürde turgan müddetçe küfür üstüde de tururken ularning tövbesi kabul kılınmaydı. Ve ulaike humud dallun. Şu aşılığınam azgın. Bu yani kasır sıfa ala mevsuf yani. Aşılığınam azgın başkalamaz diye. Bunun azgınlığının camallığı, bunun cinayetinin eğirliğinin derdide muşulığınam azgın bir adamın azgınlaması diye alıp gitti deydi. Fe ulaike humul fasikun. Yani o şey demedim bunu. Yukarıdaki ayetki. Hem de andıkın Allah Teala kafir bulap ve küfürlük üstüde ölgenler hakkında haber verip Allah Teala deydi ki şüphesiz ki kafir boğallar ve kafirlik haletinde ölgenler bolsa yani kafir olap andan keyin kafirlik haletinde ölgenler tövbe kılmay ölgenler bu kafirin hamısı amamdı ma şu Yahudi olamdı, Nasara olamdı, müşrik olamdı, qanday bolsun kafirlik haletinde tövbe kılmay, iman etmey, tövbe kılmay ölgenler فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ. Ularning birinden zimin toşkuçilik altın mu kabul kılınmaydı. وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ degan perzan bittaktir ular tülem salsa, tülem qalsa وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ degan gerçi ular zimin toşkuçilik altını tülügen takdirde mi kabul kılınmaydı. Ular ölgen vaqtida kıyamet günü ulaga Belgol altınken hatta kiyim keçeklerim o yok kap yalangach halda aşır kılınıdı ula. Aşır kılınıdı yalangach halda aşır kılınıdı yani tirgüzülüdü. Lekin hem de biz
bularga oltin butun zamin to'qishlik oltini bulab qolsa deb faraz qilaylik deydi. Faraz qilaylik. Shunda faraz qilgan taqdirdami, agar shunda ko'p oltinni tulab mening bir azobdan qutulib qolsam bu degan taqdir shuni faraz qilgan taqdirdami, mumkin emas, hargiz qabul qilinmaydi deydi Alloh. Ulaika lahum azabun alim. Oşularga dertlik azap vardır. Ve ma lahum min nasirin. Ularga hiçbir yardımcı yoktur. Allah'ın azabını kurtulduğun hiçbir yardımcı yoktur. Hem de dikkat, İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılgan bir sahih hadiste Enes ibn Malik radıyallahu anh'ın rivayet kılgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da degen. Kıyamet günü devzihilerden bir adamga mundaq deyildi. Qani aytib baqchu. Agar sana zimindagi narsaning hammasi sening bo'lsa, shu narsani mushu azobdan, mushu davzax azobidan qutulish uchun tulamtiding deb shundoq deyilsa, u davzaxi deydiki, ha, albatta tulamtilab mushu azobni qutulib qolish bo'lsa, mushu albatta zimindagi boylikning hammasi men olsa, hammani berib o'tadim mushu azobni qutulish uchun. Deb shunda deydi, Alloh taolo deydiki, qad aradtu minka ahvanu min zalik. Alloh taolo deydi, men sendan uningdan necha hassa yengilroq, osonroq ishni iroda qilgan edim, istagan edim. Men sendan uningdan necha hassa oson ishni istagan edim. Senden senin atang Adem'nin püştüdü çağında, senin atang Adem'nin püştüdü çağında senden bana hiç kimni şirk getirmezsin hakkında ben ehdinamı algan ben. Çin ehdi algan ben. Sen şirk getiriştin fakat başlatmadın. Sen o ehdengi ve ehdengi unumay şirk getiriştin fakatla başlatmadın. Bas şirk getiriştin başka işe unumay şirk getiriş ki kanam unudan. Allah Teala mangaram şirk getirdi. Şirk getiriştin fakat başlatmadın. Dep Allah Teala bunda deydi dep şu İmam Bukhari İmam Müslim aytgan sayıda istikagen yani şu ayetlerin şunun münasebeti bağını çıkanı. Yani velev iftada bir degan gap agar uni zimindagi barliq narsa oltin bo'lib ketsa, o'sha oltinni tulam oxiratning davzax azobidan qutulish uchun, tulam tilash uchun fidya qilib tulash uchun unga endi oltin berilsa deb faraz qilaylik. Endi bergan taqdirdami, hargizmi azobdan qutulolmaydi, uning qilgan tulamlari, bergan tulamlari qabul qilinmaydi. Endi mana bu yerda bugungi oyatlarimiz tamamlashdi. Oyatning tafsirimiz bu yerda tamam bo'ldi. Endi biz qisqacha xulosa qilib o'taylik. Bugungi oyatlarni. Xulasatul kalam. Xulas kalam shuki, Alloh ta bugungi oyatlarning xulosasi birinchi. Abdal insanlar tutulanma xulasa ham bilmayman. Birinchi Alloh taolo payg'ambarlardan navoda ular hayot vaqtida birer payg'ambar, jumladan Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelib qolsa, uni iymon etishi va uning ergashuvchilaridan, yordamchilaridan bo'lishi haqida kuchli ahd olganligini bayon qildi. Yahudilarniki askariga qarshi modelini Alloh bayon qildi. Birinchi. İkinci mavzu bo'lsa, ularning payg'ambarlari, ya'ni Yahud Nasaralarning payg'ambarlaridan Peygamber Aleyhisselam'a iman etiş ve onun kilişinden ümmetdeki hoş haber biliş hakkında güçlük ehdi elingan tusa, ümmetlerinin Peygamber Aleyhisselam'ın hak peygamber ekenliğini inkar kılışı, Allah'ın hak dini bolgan İslam diniden başka dinine istişi kandak mı ravabıt iş? Akıl kısıt kaçamaz bu. Kim ki Allah'ın dininden başka dinini isteydiken, onun Allah'ın dininden başka dinini istep itikat kılgan o dini onundan herkes mi kabul kılınmaydıganlıkını Allah Teala cakayladı. Mana ikinci mezmun. Üçüncü mezmun bolsa, andaki Allah Teala mesela barlık peygamberlerge iman etişinin imanının doğru buluşudaki mühim şartlardan biri ekenligini bayan kıldı. Yani cimi peygamberlerge iman etiş. Amentu billahi ve kutubihi ve rusulihi diyen üç mezmun ne? Mesela
Asli iymonniki ruknlari bo'lsa amantu billahi va kutubihi va rusulihi, amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil oxiri val qadri xayrihi va sharrihi minalloh. Degan shu iymon ruknlari shu 6 iymon. Endi mishadiki payg'ambarlarga kitoblarga mana eshitgan jami payg'ambar iymon etgan ikki ruknni men alohida ta'kidladi. Ondan keyin oyat kalima kafirlarni 3 qismga bo'ldi. 3 qismga bo'lib, birinchi qismi tavba qilgan, haqiqiy samimiy tavba qilgan, uning qilgan tavbasi manfaat berganlar. Allah Taala buni o'ziniki buni qavlan ishorat qildi. Illallazina tabu min ba'di zalik degan oyat bilan, ya'ni faqat tavba qilganlar bundan mustasno deb. Buni so'zlab o'tdi. Ikkinchi mazmun bo'lsa, kafir 3 qism kafirlarniki ikkinchi mazmun bo'lsa, yana bir qism buni nima qildi? Buzuq tavba qildi. Samimiy tavba qilmay, uning qilgan tavbalari manfaatini bermadi. Buni Alloh Taala ular iymon etib bo'lgandan keyin kafir oldu. Ondan keyin texmi kafirligini texmi ziyoda qildi degan oyat bilan bu mazmunni ko'rsatib o'tdi. Uchinchi firqasi bularning uchinchi kafirning uchinchi qismi bo'lsa, bular tavba qilmagan, asla tavba qilmagan kafirlik hozir o'lib ketganlar. Bunu bo'lsa kafirlik holatida o'lganlar bo'lsa, bular kafirlar bular zimin to'shqi oltinni pedevasini azobdan qutulanmaydi degan mushu mazmunlarni Alloh taolo bizga so'zlab o'tdi. Bugungi oyatlarning xulosalari mushu. Alloh taolo bizlarga so'zni anglab eng yaxshisiga amal qiladiganlarni qilsin. Bizlarni so'zni anglab eng yaxshisiga amal qiladiganlarni qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Vallohu a'lam bis-savab.